YouTube'dagi eng foydali 3 ta kanal. Birinchisi AJ Hoggning kanali. B1 va B2 darajadagi leveldagi o'quvchilar ko'rishi shart bo'lgan kanal. Sababi bemalol ko'rib tushunishingiz mumkin. Aynan B1, B2 darajadagi o'quvchilar tushunadigan tilda, ingliz tilida gapiradi. Ikkinchisi IELTS by IDP kanali. Bu kanali adashmasam IELTS examinerlar tomonidan yuritiladigan yagona kanal bo'lishi kerak. Aynan mana shu kanalda IELTS by IDP kanalida speakingdan 4, 5, 6, 7, 8 lik kandidatlar orasidagi farqlarni aniq tiniq qilib tushuntirib qo'ygan. Va aynan writingdan ham examinerlarning o'zlari maslahatlar beradi. Demak, IELTS Pro bo'lish uchun IELTS by IDP kanalini kuzatish shart. Va uchinchisi Crash Course kanali. Bu kanalda deyarli barcha fanlar bo'yicha maxsus darslarni topishingiz mumkin. Tarix bo'ladimi, din tarixi bo'ladimi, biologiya bo'ladimi, biznes bo'ladimi, deyarli barcha fanlarda kontentlarni topasiz. Va mana shu kontentlarni o'rganish orqali dunyo qarashingizni ham rivojlantirishingiz mumkin, ham IELTS ga tayyorlanishingiz mumkin. Tez orada o'zimizni jonli bepul kursimizga start beramiz. Bu kursimizni o'tgan yil ham tashkil qilganmiz va jonli darslarimizga 2000 dan ortiq o'quvchilar qatnashib foyda olishgan. Bu darslarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatib turing.